Tilla olsalam aka. Akam o'zlari yo'qmi? Yo'q, aka o'zlari. Voy, aka mana bu narsa bor edi. O'zim hisoblab beraman. Bo'ldi, qani hisoblayinchi, Ziyoda degan qizimdan oldim aka. Urushib qoldim, qo'lingdagini berchi qani deb olib qo'ydim aka. Yaxshi aka, hammasi normalni qo'yavering. Tilla deb oldingizmi? Ha, tilla aka, nima u? Tillamas ekanmi? Tillamas. Boki ko'rinib turibdi. U oddiy oiladan emas, shekilli. Okey. Unda bunaqa qiz menga ham kerak yo'q aka, u nima qilaman bunaqa narsani. Qani endi unda aka, uni Nargiz degan qizimdan ham tilla oldim. Buni nimaga oldingiz? O'zi Bu mazam yo'q edi aka, dam olishim kerak. Yo, zo'r hammasi aka. Dachaga chiqib bir dam olib kelmasam bo'lmaydi. Kunlar ham isib ketdi aka. odam emas ekansiz. Xo'p. Buni izlaylar ekan aka 1 million 50 mingdan qilib beraman. Aha. 9 million 810 ming chiqyapti. 9 million 850 ming aka. Mayli aka. Xo'p, men bitta o'zim dam olmayman aka. Endi opamdan ham qadrdon bitta yaxshi opam bor-da. O'shandan ham bileguzu oldim aka. Men bitta o'zim dam olmayman, baribir pul kerak aka. U 9 million 800 kimga yetadi? Men buni ham bitta hisoblayinchi qani? Xo'p, buni zokalarga lom bo'lib qo'yilgan, ancha eski. Ha, yo'q, bu nima qimmatga ketmaydi demoqchimisiz? Yo'q, erto'g'rilar-da. Xo'p, qani hisoblayinchi aka? O'pshi necha pul bo'lar ekan o'zi? Bu toshlari bor, ozgina 0.3 qo'yiladi toshiga. Grammini 950 mingdan olamiz bo'ldi hozir. Xo'p, 8 million 250 ming, 8 million 300 hisoblaymiz buni. 8 million 300 plus 9 million 850. 18 million 150 bo'lar ekan, aka. 18 million 200 ekanda aka, unda to'g'rimi? To'g'ri keladimi 18 million 200? To'g'ri keladi, albatta to'g'ri keladi. Men borib bir 3-4 kunlab dam olib kelsam, yaxshi bo'lardi aka. Cho'ti bu issiqda odam ko'chada yurib ham bo'lmayapti. Bo'ldi unda aka, pulni sanasangiz, men ham tez borib damni olib kelardim. Mana bitta aka 10 million o'zlari orqadan olib Yo'q aka, ishonaman sizlarga. 200 bo'lsa, mana bitta 18 ta olib qo'ysam, 8 million 200 bo'lar ekan. Mana aka, mana bitta 8 million 200. Bo'ldi aka, bo'ldi. Rahmat, sizlarga ishondim, sanamadim aka. Xohlasangiz yuring men bilan dachaga, birga dam olamiz aka. Mayli aka, keyingi safar unda. Sog' bo'linglar.